Uyg'urlarning 20 asrning boshlanishida maydon kelgan va kuchayishiga qarab yuzlangan ham xarablashgan turli siyosiy, ijtimoiy va madaniyat ideologiyalari, masalan, kommunizm, turkchilik, islom gullanish ham boshqalarning hammasidagidek har xil saviyada o'z turmushiga ilib kirib, bularni milliy hurlik kurashlar uchun xizmat qildirdi. Gerçi bu ideyalar Uyg'ur jamiyatida o'zaro o'rnini topgan bo'lsa-mu, biroq u o'zaro kurashlarga ma'lum darajada sabab bo'ldi. Har qaysi ideyalarning targ'ibotchilari o'zlari ishongan yo'l bilan o'z millatining ozodligini qo'lga keltirgil bo'ladi deb qarag'achqa, o'zlarining bu ideyalarga sodiq bo'ldi. Bundaq to'qinishlarda dastlabda Buxoro, Istanbul, Qozon qatorli joylarda o'qib kelgan Abduqodir Damulla, Mas'ud Sabri, Qutlug' Shavqi qatorli Uyg'ur ziyolilari va tashqi dunyoni ko'rgan Akfukun Musaboyevlar o'z vatanida yangi maktablarni ochib, yangi madaniyat ma'rif uyg'onish harakatini qo'zg'agan vaqtda uningga qarshi chiqqan Umarboy qatorliq jahillar guruhi o'rtasida keskin ravishda ifodalandi. Yang Zixing qatorliq militaristlar Uyg'urlarning ichki qismidagi bu yangi madaniyat va yangi ongning himoyachilar bilan jahillar guruhi orasidagi kurashdan apchillik bilan foydalandi hamda uni texmi ulg'aytdi. Yang Zixing Uyg'ur elini o'zining soni 7 ming yetmagan apyunkash askarlar bilan emas, balki yelinayran siyosiy o'yinlari va nidollashtirish, lutlashtirish, shuningdek yatlarning qo'li orqali boshqarish va boshqa bir qator siyosiy taktikalar bilan 17 yil idora qildi. Nodonlik jahiliyat patqiga cho'nqur patuzilgan Uyg'urlar o'z xalqi ichidan chiqqan ongliq, ko'zi ichilgan zotlarning orqasidan emas, balki Yang Zixingning himoyasiga erishib, yurtning oqsoqili bo'lib olgan bir qism shaxsiyatchi, jahil boylar hamda diniy to'nga o'rin olgan nodon xurafiy unsurlarning qaymoqtirishiga uchirdi. Ayni vaqtda so'pinizm, tariqatchilik, bid'at ishlar ko'paygan bo'lib, bu islomning asli prinsiplaridan chetilgan ideyalar bo'lib, kishilarni haqiqiy islom aqidasidan uzoqlashtiradi. Abduqodir Damullamdak haqiqiy taraqqiyparvar islom olimlari bo'lsa, chetga qildi, hatto o'ldirildi. Bu jahillar guruhi Yang Zixingning siyosatlarini kam targ'ib qilish bilan uningga moslashib, yurtni idora qilib, o'z xalqini qulluqqa mahkum qildi. Kishini ichindiradigan shunchalik fojiali qismi shuki, ana shu guruhlarning moslashishi bilan Yang Zixing Sharq Turkistonning janubidagi Uyg'urlar mutlaq ko'p sonliqni egallaydigan noyalarni 17 yil tinch va qarshiliksiz idora qila oldi. Odatda butkul noy bo'yicha hokim va soqchi boshliqlarini o'z ichiga olgan bir qancha Xanzu fuqarodan boshqa kuchli harbiy va soqchi qo'shin bo'lmagan hukmronlik apparatiga necha yuz ming nüfusli Uyg'ur xalqi shartsiz bo'ysunishga, hatto Xitoy amaldorlari ko'chaga chiqsa, ko'chadagi odamlar to'p-to'pi bilan yukinib ta'zim qilishdek ahvolga duch keldi. Qisqasi butun bir noyni faqat bir Xitoy hokim o'zi tanho boshqaradi hamda yanchiqi pulga to'lgandan keyin uning o'rniga yana birisi keladi. Agar kimki sal uyg'onib buningga qarshi chiqsa, yurt oqsoqollari bu odamni o'zlari tutib, Xitoy amaldorlariga topshirib berib, kallasini oldiradi. Yaqinqi zamonimizda ham bu jahillar guruhining izbosarlari Xitoy kommunistlarga sodiqlik bilan xizmat qilib, kommunistlarga qarshi uyg'ongan inqilobchilarni pash qilib, Sharq Turkiston zaminida kommunist Xitoylarga qarshi qo'zg'algan harakatlarga ig'ir to'salg'i bo'ldi va ularni chetga qilib, yiltiz tortishning oldini olishda cho'ng rol o'ynadi. Bunun bilan inqilobchilar vatan ichida harakat qilishga amalsiz, chet elda kuch to'plashga majbur bo'ldi. Dushmanlar xalqning ichidagi sulhchilik fikrdagi guruhlarni qo'lga keltirib, ular bilan hamkorlashib, ularning qo'li orqali boshqa qat'iylik tarafdorlarga zarba berdi. Ammo hokimiyatni to'liq idora qilgandan keyin o'zlari ham hamkorlashgan guruhlarning vakillarini bir-bir jazolagan edi. Uyg'urlarning 1912-yildagi Temur xalbidan boshlangan 20-asrning inqiloblarimi dar shunday ahvolga duch kelgan bo'lib, 30-yillardagi G'o'jina Zojim dushmanlar bilan suylashib, qat'iylik tarafdor bo'lgan Sobit Damullamni tutib bergan edi. Abduqodir Damullam Qashqarga qaytib kelgandan keyin Qashqarning ayni davrdagi jahiliyat tutaklari qoplagan osmoniga va bu zulmatlik osmon ostida hayvon kabi nodonlik va qullarcha itoatmanlik bilan hayot kechirayotgan xalqqa qarab cheksiz ichingan. Uyg'ur xalqining moddiy va ma'naviy jihatdagi Chorrosiya bilan Bizantiya imperiyasining talon-taroj qilishiga uchrayotganligini, tajovuzchi Manchun hokimiyatining tapini ostida xarzaburlik ichida yashayotganligini ko'rib qattiq g'azablangan. Nasbasqan bechor xalqning qandoq taqdirga mubtalo bo'lganligini bilmasdan, ongsizlarcha tajovuzchilarning, vijdonsiz munofiqlarning, noinsof boylarning qo'liga olinib ketganligini ko'rib qattiq nafratlangan.
U xalqning qon ter badliga yashayotgan taslimchi mansabdorlarga, jaholat homillari bo'lgan makkar ulamolarga, molla ishonlarga, mol dunyo to'plashdan boshqani o'ylamaydigan oshko'z boylarga qilcha yuz xotir qilmay, murassassiz muomala qilgan. Qashqardagi xristian din tarqatuvchilarga qarshi kayfiyatni amaliy harakatga aylantirib, Uyg'urlarning siyosiy tarixidagi tunji ommaviy norozilik harakatini qo'zg'agan. G'arb xristian din tarqatuvchilari, missionerlari Qashqarga 1892-yil qadam qo'ygan. Shvetsiya bosh diniy jamiyatining Kavkaz rayonida din tarqatayotgan missioneri Öjer, Rossiya bilan Turkiya o'rtasidagi urushda asirga tushgan turkiyalik Erman Yohannes Ali Taran At degan shogirdini agashtirib, 1892-yili Qashqarga kelgan. Billi kelgan turkiyalik Erman turk tilini bilatdi. Asli islom dinini e'tiqod qiladi. U Kavkazda Öjer bilan tanishib, xristian diniga e'tiqod qilgan edi. Uning turk tilini bilishi va islom dini bilan pishiq tanishligi Öjerni qiziqtirgan. Öjer Qashqarga kelib, vaziyatni ko'zitib qaytib borgandan keyin Qashqarni O'rta Osiyodagi birdan-bir din tarqatish nuqtasi qilib bekitgan. Orqada bir o'mak tashkillab, Buyukbirik degan popning yetakchiligida 1894-yili 2-oyda Qashqarga yetib kelgan. Uning 10 yildan ortiq ilib borgan e'tiqod o'zgartirish tirishchanliklari islom dini intayin cho'nqur yildiz tortgan Qashqarda hech qanday unum bermagan. Ular Qashqar xalqining e'tiqodini o'zgartirib, xristian diniga e'tiqod qildirish uchun bevosita tashviqot ilib berishning oqmaydiganligini his qilgan. Shuning bilan 1906-yili Qohirada ochilgan gospel yig'inining ro'yiga asosan doktorxona va maktab, dariltam ichish, shu orqali davolash va tarbiyalash yo'li bilan unumga erishishni o'ylagan. Tüp maidini aytganda Şivit missionerlarining islom dini va madaniyati cho'nqur yildiz tortgan bu rayonda xristian dini tarqatishga tirishishi hamda yerlik Uyg'urlarning islom bilan yo'g'rilib ketgan an'anaviy madaniyati va qimmatli qarashlarini o'zgartirishga urinishi madaniyat tajovuzchiligidan boshqa narsa emas edi. Ular din tarqatish xizmatini savrchanlik bilan ishlagan. Ekchoqsiz yetim bolalarni beqib tarbiyalash orqali barbara e'tiqod o'zgartirish xizmatida unumga erishgan. 1920-yillarning oldi keyinda ularning maktabiga borgan o'quvchilarning soni 100 ni oshib ketgan. 1923-yili eng yuqori chekka yetib 200 ni oshgan. Abduqodir Damollam Uyg'ur xalqining 1000 yildan oshgan diniy e'tiqodiy xirisga duch kelgan mushundaq jiddiy paytda ko'krak kirib o'tirg'i chiqib, xalqining aqida e'tiqodini chingitish, diniy kimligini his qildirish, navbatdagi krizisga qanday taqobil turish to'g'riliq fursat yor berganligi so'rinda tashviqot va targ'ibot qilgan. Oldi bilan shogirdlarning qalbiga missionerlarga qarshi g'azab yolqinini tutashtirgan. Mutassib o'lmonlar bilan bas munozara qilib, o'zining kamolat yetgan munozara qobiliyati va haqqoniy so'zlari bilan ularni mat qilgan. Xotirjam yashashga odatlangan musmus mollamlarga nafratlangan. Abduqodir Damollam ularning ibodatini to'limi yuzaga tushunib, beparvo kun o'tkazishiga chidab turolmay, yolqinliq nutqlar bilan ularning burchini tonish to'g'riliq nasihat qilgan. Yurt kattillari bo'lgan bexil boylarga Qashqar ko'chalardagi sarson sargardon bo'lib yurgan bolalarni qanot ostiga ilish, saxovat dasturxonini yeyish, qarindoshlik majburiyatini ado qilish haqida yo'l ko'rsatgan. O'zimiz yurtning ko'zi, xalqning besh bo'lib turug'liq, xalqni baxt saodatga boshlab mangmasdan, butun ishtiyoqimiz bilan shaxsiy tafovut yo'liga mangsak, istiqbolimiz to'g'risida zarracha qayg'urmasak, kelgusi avlodlarimizga nima deb javob beramiz? Ularning oldida osiy gunohkor bo'lib qolmaymizmi? Afsuski biz g'amxo'rlik qilmay ko'chalarga tashlayotgan bolalarimiz Yevropadan kelgan muxolifatchilar o'z qo'yniga tortmoqda. Ingliz shvedlar qandoqdir shifoxona qurib, davolash yo'llari bilan aqida o'g'irlamoqda. Ular bizning bolalarimizga bir misqal ta'sir ko'rsatishga oymasdan yuz sarlab tanga sarf qilmoqda. Biz bo'lsak bolalarimizni ko'chalarga tashlab, o'zimizdan yiroqlashtirmoqdamiz. Yelimi fursat bor. Agar vaqtida qaytirib kelishga tegishli ishlarimizni qilmaydigan bo'lsak, Alloh taolaning yordamidan mahrum bo'lib, kelgusi avlodlarimizning la'natiga ko'milib ketamiz. Menchun Xitoylar qandoq qilib bizning davlatimizni ishg'ol qilib oldi? Ingliz, shvedlar qandoq bo'lib bizning mehmonimiz bo'lib qoldi? Ularni kim chillab ketdi? Ular har vaqt bizga mehmon emas. Ular jahongir tajovuzchi. Ular o'g'ir bulonchilardir. Bu missionerlar balki beshimizga tushgan yana bir baloy ofat. Ular bizga ittifoqsizlik vabolini sepib, o'z qo'limiz bilan o'z qonimizni to'kishi qonxo'rlardir. Hurmatli mehmonlar, biz azaldan qobil botur xalq edik. Pamirdan uzoq oltig'icha chidir bargoh tikib, saltanatlik o'rda taxtlar qurib, davron surgan xalq edik. Qachon jaholat, nodonlik, xurofotlik, ittifoqsizlik, hasadxo'rlik, shaxsiyatchilik, nag'ma-navo illatlari chaplashdi, Alloh taolaning yordamidan mahrum bo'ldik. Shu kundan boshlab savolliqqa, qarzaburlikqa yuzlandik, deb xitob qilgan edi. Lekin ba'zi nodon kishilar inglizlar bilan shvedlarga chang salg'ini va qamlashmidi. Ular bilan chaqchaqlashgan haq emas. Ular degan dunyoni so'rayotgan haq desa, ba'zilari Alloh taolo ajrlariga yarasha ilm ato qildi,
martaba berdi. Rizq nesivalarini yurtqa chashdi. Amdi nesivalarini daryodan beliq tutgandek, bog'dan shaptul uzgandek yig'ib yeb, rohat ko'rgan vaqtlar keldi. Nima qila ola yetim o'g'loqlarga ega bo'laman deb deydi. Oxiri kishilar ansirgan ish yuz berdi. Damollam o'z talablari bilan Shved doktorxonasi ochgan maktabni, uning matbaalarini chiqib tashlagan edi. İngiliz, Shved, Rus konsullari qattiq cho'chigan edi. Lekin taxtkash, pastkash boylarning quyruqiga o't tutashgan edi. Ulardan keladigan manfaat sodalarini aslashdi va konsullik berib, o'zurxonlik etishib keldi. Va konsullarning yiroqdan portishi bilan Abduqodir Damollamni qaslab o'ltirgan edi. Bugun ko'p kishilar o'zining Abduqodir Damollamning, Sabit Damollamning Sharq Turkiston qurilgan islom jumhuriyatining davomi izbosari deb da'vo qilsa-mu, lekin ular dal Abduqodir Damollamning manga yo'lining aksini tutmoqda. Abduqodir Damollam bir tarafdan Manching tajovuzchilari qarshi atlansa, bir tarafdan g'arbning fursatdan foydalanib, mazlum xalqning ojizligidan foydalanib, Uyg'ur musulmonlarini aqidasidan ayirib, dindan voz kechishga, ozg'un dinlarga kirib ketishiga qarshi kurashni davom qilgan edi. Lekin bugun o'zlarini shularning davomi izbosari deb jarsilayotgan ba'zi kishilar Abduqodir Damollam nafratlangan shu nag'minavo, naqsh-usul mashrab, ozg'un aqidalari bilan jaholatga patmoqda. G'arb ideologiyasini Uyg'ur musulmonlarga yaymoqda. O'z dinidan ilmsiz qolgan bechora mazlum Uyg'ur musulmonlari ojizligimiz tufayli iymon bilan kufr orasida tengirqib yurmoqda. Ayni chog'larda missionerlar o'z bevosita xizmat qilgan bo'lsa, hozir ularning musulmon nomidagi vakolatchilari faoliyat olib bormoqda. Asli nijotlik yo'limiz bo'lgan islomdan iborat yagona tanlash yo'lidan yiroqlashmoqda.